Hammaga assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Ko'rib turganingiz qarshingizdagi Jack X200 avtomobillari bo'ladi. Hasan Husan modellarimiz aynan mana shular. Bu model O'zbekiston bo'yicha keng tarqaldi. Bizning xalqimiz bu modelni o'z tanlovi deb bildi. Bu modellarimizni hozirgi kunda 3 xil turda sotib olib chiqsangiz bo'ladi. To'lov usullari 3 xil turda bo'lgan. Naqd, avtokredit hamda rassrochkamiz bor. Bu modellarimizda rassrochkasiga keladigan bo'lsak, videoni oxirigacha ko'radigan bo'lsangiz, videoni oxirida batafsil ma'lumotlarni, shart-sharoitlarni tushuntirib o'taman. Hozir esa xarakteristikasiga keladigan bo'lsak, motori 2 lik atmosferni bo'ladi. Ot kuchi 140 tonni tashkil etadi va bu modelimiz benzinda va metan propanda yuriydi. Zavodskiy benzinda keladi, metan propanni ustunovka qilib olsangiz bo'ladi. O'zimiz servis xizmatlarimiz bor. Garantiyadan chiqmagan holda qo'yib o'rnatib olsangiz bo'ladi. Xo'p, bu modelimiz yuk ko'tarishga keladigan bo'lsak, 2 tonnagacha yuk ko'tarib bera oladi deb kitobda yozilgan, lekin o'ziga keladigan bo'lsak 4 tonnagacha bemalol yuk bo'lsangiz bo'ladi. Uzunligi 320 ga 175 bo'ladi. Yana bu modelimiz sotuvda nalichida tayyor bartovoy modelimiz bo'ladi. Bunisi orqasi qo'sh balon, 13 hajmli balon, oldi esa 15 lik balon bo'ladi, yakka balon bo'ladi. Orqasi ekipajga resor, oldi esa amortizator bo'ladi. Yurishlar ancha mehki bo'ladi bu modelimizda. Yana ko'rsatib o'taman, mana bu yerda Prontovar modelimiz turibdi. Prontovar modelimizga keladigan bo'lsak, o'z bag'riga 9 kub yuk oladi. Bu modelimiz xalajinlik emas, lekin taxlattirib olsa bo'ladi, qiyin emas. Yonboshida, orqalarida eshigi bo'ladi. Undan tashqari ichida o'zini yoritgichlar bilan birga. Salon qismlariga keladigan bo'lsak, 3 kishi o'tirib ketaveradi. Mana birdan ko'rsatib o'taman. O'rtada barlari ham bor. Undan tashqari bu modellarimizga hozirgi kunda konditsionerlari, undan kolonka, magnitofon hamma narsasi qo'yilgan. Mashinani olib minib yurasiz, maza qilib, mana yozda issiq kunlarda konditsionerchilarni qo'shib, bu yoqda xalajinlik ichiga o'tirib ketganday bo'lasiz. Tentovka modelimizga keladigan bo'lsak, bu tentovka modelimiz raskladушкалigi bo'ladi, ya'ni yig'iladigan bo'ladi. Shundagina 2 kishi bo'lib turib, shuni yig'ishtirib olsangiz, bemalol bartovoy qilib foydalansangiz bo'ladi. Yog'ingarchilik kunlarda bo'ladigan bo'lsa, avtobulut bo'ladigan bo'lsa, bemalol shuni yana qaytarib yoyib qo'yib, bemalol ishlataverasiz. Gay akalarimiz to'xtatib bunga muammo qilmaydi, hujjatlar sababi yozilgan tentovka deb chiqadi. Qolgan hamma joylari bir xil bu modellarimizda ham. Mana bu yerda yana bartovoy emas, bu tomonda ham bartovoy Prontovar. Yana bir modeli bor, aytib o'taman, shasse modeli bo'ladi. Shasse modeli qanday deydigan mijozlarimiz uchun, misol uchun mana orqasi bortlik bo'ladigan bo'lsa, uni borti bo'lmaydi. Faqat kabinani o'zi bilan orqa ramasi bilan keladi. Unga misol uchun suyuqlik tashiyman degan biznesmen akalarimiz bemalol bochka, o'sha suv bochkasini o'rgatib olib, bemalol tashib yursa bo'ladi. O'zimizda servis xizmatlari bor, original bo'lgan ehtiyot qismlari bor. Bemalol tashib buyurib, nimaiki qism kerak bo'lsa, kuzov qismimi yo bo'lmasa ichki detal mayda qismlarimi, nima bo'lishidan qat'iy nazar kelib bemalol xarid qilishingiz mumkin o'zimizdan. Hattoki aksessuarlargacha ham bor. Chexol, polik, nima kerak bo'ladigan bo'lsa hammasi o'zimizda bor. Bu yerda ham mana ko'rib turibsizlar, qatorasiga terib tashlaganman. Ko'rib turibsizlar, bir-biridan turishi ajoyib mana. Nima deyapti bular? Bir e'tibor beringlar. Xo'p, endi bularning to'lov usuliga keladigan bo'lsak, to'lovlari hozirgi kunda boshlang'ich 50% to'lov qilib, qolgan summasini 13 oyga bo'lib to'lasangiz bo'ladi. 5%. Bu esa rassrochkamiz bo'ladi. Avtokreditga oladigan bo'lsangiz, eng kamida 30% boshlang'ich to'lov bilan qolgan summasini 3 yildan 5 yilgacha olib chiqasizlar. Mashinamizning narxlariga keladigan bo'lsak, mashinamizning narxi bartovoy modelimiz 248 million 640 ming so'm bo'lib chiqyapti. Prontovarimiz 275 million so'm bo'lib chiqyapti. Tentovka modeliga keladigan bo'lsak, tentovka modelimiz 255 million so'm bo'lib chiqyapti. Kimga yana batafsil ma'lumot kerak bo'ladigan bo'lsa yoki test drive'lari kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol xuddi mana shu avtosalonga tashrif buyurib, mashinani haydab ko'rib, ma'qul bo'ladigan bo'lsa to'lovini amalga oshirib, yarim soat ichida mashinani o'zingizni olib ketishingiz mumkin. Birinchi egasi o'zingiz bo'lasiz, sababi minilmagan yangi 0 probeg pachka bilan turibdi mashinlarimiz, qatorasiga terib tashalgan ko'ryapsizlar. Yana qaytadan aytib o'taman, 0 probeg bilan turibdi hammasi. Minilmagan yangi 26-yilning mashinalari, shundan kelasiz, mashinani minib ko'rasiz. Muammosiz, istagan model shunday minib ko'rasiz, qaysi kerak bo'ladigan bo'lsa, test drive'ni amalga oshiramiz. Ma'qulmi, mashinani to'lovini amalga oshirib olib ketaverasiz. Yarim soat ichida nomingizni rasmiylashtirib beramiz. Manzilimizga keladigan bo'lsak, Navoiy viloyatida, Karmana tumanida Regal mehmonxonasini hamma bilsa kerak, Regal mehmonxonasida shuni yangi yo'lga qarab qaytaverishda transport boshqarmasining ro'parasidagi Tashkent Motors avtosaloni Navoiydagi filiali. Yana tushunarli bo'lish uchun yangi yo'l qatoridan kirib kelishda 50 chorrahasida joylashgan Tashkent Motors avtosaloni. Like, comment, fikringizni yozib qoldiring, like bosish esingizdan chiqmasin. Bu mashina qanday, qani kommentariyada ko'ramiz va bu modelni qidirib yurgan akalarimiz uchun shundagina videoni bitta bosib uzatib qo'ysak bo'ldi. Akalarimiz bitta topib kelishadi.
Va obuna bo'lib bo'lsam bizani kuzatayotgan obunachilarimiz bor ekan. Bizani kuzatayotgan akalarimiz uchun aytib qo'ygan bo'lardim. Obuna bo'ladigan bo'lsangiz, yanada qiziqarli kontentlarni o'tkazib o'rmagan holda bemalol tomosha qilsangiz bo'ladi. Yana kengroq tarqaladi, yangi xil modellar kirib kelish arafasida kimga nimadir qiziq bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekranga raqamlarga qo'ng'iroq qilib murojaat qilishlari mumkin. Obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Like va komment qilib qo'yaman. Tashkent Motors sifat qiymatdan ustun.